berasiz, lekin adenomioz bu klinika qachon beradi? Masalan, kровотечение, menstruatsiyadan boshqa vaqtda qon ketish holatlari, laxtay bo'lib tushishlari yoki surkalishlari, bu mana birinchi bosqichda surkaladi, laxtay bo'lib tushadi, aloqaga xohish yo'qoladi. Mana shu klinik belgilarni o'zi. Endi ikkinchi, uchinchi bosqichda уже qon ketishi boshlaydi. Hozir unaqa qon ketish holatini men ko'rganim yo'q. O'shaning uchun davolaymiz, belgilarini yo'qotamiz, bo'ldi. Adenomioz diagnozi masalan achak kichrayishi mumkin, ko'paymaydi, shu holatda ushlab tursak bo'ladi. Atak adenomioz masalan ham kровотечение holatlari bilan keladi, davolaymiz. Davolangandan keyin bu hamma belgilari yo'qoladi. Unaqa xavfli emas bu adenomioz. Uni bir voqma qilishdi uni. Qon ketsa agar unda gistologiya olinadi. Endometriy haqiqatda gormonlarni hisobiga o'sib ketyaptimi? Gormon yetmagani hisobiga o'syaptimi? Shuni aniqlash kerak. Boshqa atipik kletkalari yo'qmi? Shuni ko'rish kerak. Menda qon ketmaydi, nima eshitdim